Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan XNext brokerdan qanday qilib ro'yxatdan o'tish va verifikatsiyadan o'tish haqida batafsil tushuntirib o'taman. Do'stlar, ro'yxatdan o'tib olish uchun mana shu brokerda havolasini, ya'ni silkasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mana registr degan tugmani ustiga bosgan holatda hozir ro'yxatdan o'tib olishda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Do'stlar, mana ro'yxatdan o'tib olish uchun biz birinchi qatorga O'zbekiston davlatini tanlab qoldiramiz. Buning uchun mana O'zbekiston desangiz, mana O'zbekiston davlati kelib chiqadi va yozib qoldiramiz va ikkinchi qatorga o'zingiz doim ishlatadigan email pochta yozasiz. Va qarang. Va mana bu uchinchi qatorga esa biz 8 tadan 15 tagacha bo'lgan parol yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda parol yozayotgan paytingiz mana katta harf, mayda harf hamda sonlar hamda bironta turli xil belgini qo'yib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Va bu yerda ro'yxatdan o'tayotgan paytda mana bu parolni bironta joyga skrinshot qilib olib qo'yishni tavsiya beraman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz XNext brokerdan ro'yxatdan ham o'tib oldik. Endi sizlar bilan birgalikda verifikatsiyadan o'tish haqida ma'lumot berib boraman. Buning uchun biz mana Complete profil degan bo'limga bosib, hozir sizlar bilan birgalikda verifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Qarang, verifikatsiyadan o'tishimiz uchun biz birinchi navbatda email pochtamizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Email pochtani ustiga bosasizlar va sizlar email pochtaga kiritilgan kodni kiritib qo'yib tasdiqlab qo'yasiz. Ikkinchi navbatda biz bu joyda telefon nomerimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Hozir mana telefon nomerni ustiga bosamiz. Mana confirm bosamiz va bu yerga qarang, telefon raqamlarimizni kiritib qo'yamiz. Do'stlar, bu yerda misol uchun juda ham ko'pchiliklarda qanaqa muammo bo'lyapti? Misol uchun telefon nomeriga kod kelishda muammo bo'layotgan bo'lsa, Telegram ochilgan, misol uchun nomeringizni yozadigan bo'lsangiz, Telegram akkauntingizga misol uchun shaxsiy xabarlarga kod boradi. Shu kodni ham Telegram orqali kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Men hozir nomerni yozib qo'yaman va Continue degan tugmani bosib, hozir tekshirib ko'ramiz. Mana bizga hozir kod ketdi deb aytib o'tyaptiki, mana kutamiz. Agarda kod kelmaydigan bo'lsa, hozir Telegramni ham bir tekshirib ko'ramiz. Telegramga ham kelishi mumkin. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana men hozir Telegram ochilgan nomerini misol uchun kiritgandim. O'zim ham foydalanaman. Telegramga shaxsiy xabarlarga keldi. Telegram orqali kodni yuborish ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun Telegram ochilgan nomerni kiritishni tavsiya beraman. Keyingi qatorga biz o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Buning uchun mana Complete Now degan tugmani bosib, hozir sizlar bilan bu yerda qarang. Bu yerda ma'lumotlar kiritib olish uchun mana bu joyga ismingizni kiritasiz, hamda familiyangizni, hamda tug'ilgan oy sanani. Bu joyga esa misol uchun qaysi shaharda turasiz? Misol uchun shahar, ko'cha nomini yozasizlar. Bu yerda esa mana jinsingizni tanlab qoldirib, Continue degan tugmani bosib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir ma'lumotlarni kiritib olamiz. Bu yerda mana pasportda qanday berilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda kiritib olishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, keyingi bo'limlarda bu yerda hisob ochishdan maqsad nima deyaptiki, bu yerda mana investitsiyalar deb kiritib qo'yamiz va qarang. Va bu yerda misol uchun turli xil savollar beradi. Biz mana shu savollarga javob beramiz. Misol uchun bu yerda boylik manbaingiz nima deyapti? Buni misol uchun farqi yo'q. Nima desangiz ham bo'ladi mana. Bosib ketasiz va davom etishda bosasiz. Ya'ni bu yerda ham misol uchun tanlab qoldirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun nima deb qolamiz? Bunisi lekin farqi yo'q. O'zingizdan kelib chiqqan holatda yozasiz. Va bu yerda qarang, aytib o'tyaptiki, sizning boyligingizni tanlang deb qoldiryapti. Bu yerda boylik tanlab qoldirayotgan paytda misol uchun aniq summani misol uchun yozishi shart emas. Misol uchun mana shunday deb qo'yamiz. Va buni yozamiz. Keling, misol uchun talaba deb qo'ying, sal osonroq bo'ladi. Lekin men talaba emasman. Va bu yerda sizning yillik daromadingiz soliqdan keyin qancha deyapti. Bu yerga yana shuni tanlab qoldiramiz va bu yerda aytib o'tyaptiki, 3 yil ichida haqiqiy savdo hisobi qancha deyapti, tajribangiz deyapti. Endi bu yerda misol uchun 100 tadan ko'p deymiz. Va mana 4-12 soat deb qo'yamiz. Va bu yerda XNext bilan investitsiya qilishga tayyor bo'lgan oylik daromadingiz qancha deyapti. Bu yerda misol uchun oylik daromadim 50% deb qo'yasiz. Bu aniq javob berishi shart emas, shunaqa ham aytib o'tishim kerak. Va 1 yil ichida savdo qilish rejalaringiz deyapti. Mana bu yerda mana buni bosamiz va bu yerda qanday vositalar bilan foydalanishda rejalashtiryapsiz deyapti. Bu yerda forex deb tanlab qoldiramiz endi va yozamiz. XNext haqida qayerdan eshitdingiz deyapti. YouTube tanlab qoldiramiz va yuborishni bosamiz. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar, mana
Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu yerda mana biz shaxsiy ma'lumotlar, ya'ni pasport ma'lumoti ham yuborishimiz kerak bo'ladi ekan. Bu yerda mana hujjatlarni yuklash degan bo'limga bosib, hozir biz o'zimizning pasportimizni yuklab olamiz. Bu yerda mana bu galочкani tanlab qoldirasizlar va mana bu tugmani bosamiz. Va qarang, bu yerda misol uchun shaxsni tasdiqlash uchun bu yerda pasport bo'lsa pasport, ID karta bo'lsa ID karta deb qoldirasizlar. Va bu yerda aytib o'tyaptiki, mana pasportni mana shunaqa qismini biz yuborishimiz kerak bo'ladi ekan. To'g'ri bo'lishi kerak ekan. Mana bu joyga hozir biz pasportimizni rasmini yuklab, mana bu tugmani bosib yuborib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana pasport ma'lumotimni ham yuborib oldim. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda yuborasiz. Yuborganingizdan so'ng bizga mana bunday bo'lim tayyor bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yuborganimdan hamma ma'lumotlar misol uchun tayyor deyapti. Ya'ni endi men misol uchun depozit qilib savdo qilishim mumkin bo'ladi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda verifikatsiyadan o'tib oladi. Albatta biz mana kirib olgan paytimiz mening hisoblarim bo'limiga bosamiz. Bosgandan so'ng bu yerda mana yangi hisob ochish degan bosamiz. Mana bosamiz. Bosgan paytimiz bu yerda mana hozir yangi ham hisob ochib olamiz. Bu yerda mana standartli tarif bor. Qarang, mana MetaTrader 5 bo'lsa 5 yoki MetaTrader 4 bo'lsa 4 bo'ladigan bo'lsa 4 tanlab qolamiz. Buni o'zingizga bog'liq. Mana minimal depozit $10. Ko'ryapsiz, komissiya hech qanaqa yo'q. Davom etishga bosamiz. Va bu yerda aytib o'tyaptiki, mana bu yerda tanlab qoldirasizlar. Misol uchun qaysi biri bo'ladigan bo'lsa, hozir buni men mana buni qo'yaman va bu yerda o'zingiz misol uchun summani tanlab qoldirasiz. Bu yerda mana O'zbekiston so'mi ham bor, so'm bo'lsa so'm, buni farqi yo'q. Keling, dollar bo'lgani yaxshiroq. Mana AQSh dollari. Buni o'zlaringizga qarab qo'yasizlar. Mana bu yerda mana standart. Bu yerda qarang, hisob uchun parol yaratishimiz kerak bo'ladi. Buni misol uchun o'zlaringiz bironta parol yaratib, hisob ochish degan tugmani bosib, hozir haqiqiy hisob ochib olamiz o'zimizga. Do'stlar, mana hamma ma'lumotlar tayyor. Endi hisob ochishing degan tugmani bosib, hozir hisob ochib olamiz. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi, mana hisobingiz tayyorlanmoqda deb aytib. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizning hozir hisobimiz ham tayyorlandi. Endi biz bu yerda hisobimizni MetaTrader 5 ga ulab olamiz. Chunki men MetaTrader 5 tanlab qoldirganman. Qarang, bu yerda mana savdo degan tugmaga bir marta bosamiz. Bosgan paytimiz biz bu yerda misol uchun mana MetaTrader 5 ilovasi bor. Qarang. Bu yerda mana bizga kirish parolni bergan. Mana shu parolni misol uchun nusxalab olamiz. Bu bizga o'zimizga kerak bo'ladi. Va bu yerda parolni hozir boya misol uchun qo'ygan parolimiz orqali hisobimizni misol uchun MetaTrader 5 ilovasiga qo'shib olsak bo'ladi. Keyin misol uchun MetaTrader 5 ga kirgan paytda mana bu serverda ham nusxalab olamiz. Bu bizni MetaTrader 5 ga ulash uchun kerak bo'ladi. Do'stlar, mana Play Market ga kirib olasiz. Mana MetaTrader 5 deb yozib olamiz. Yozib olgandan so'ng mana shu ilovani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana ochish tugmasini bosamiz va hozir MetaTrader 5 ga kirib olamiz. Kirgan paytimizda mana shunaqa bo'ladi. Va mana bu yuqoridagi 3 ta nuqtaga bosamiz va Get Started ga bosamiz va mana bu yerdan plus tugmasiga bosamiz. Endi qarang, biz hozir o'zimizni brokerimizni qidirib olishimiz uchun server nomini ham nusxalab olgandik. Hozir buni ko'rsataman. Ya'ni mana bu nusxalangan server nomi. Mana shu nusxalab kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Mana yozamiz, bizga chiqarib beradi o'zi. Mana XNEX brokerni ustiga bir marta bosamiz. Qarang, bosgan payti bu joyga mana misol uchun login kiritishimiz kerak bo'ladi. Loginga boyagi berilgan son va parolga esa o'zimiz qo'ygan parolni yozib olamiz. Do'stlar, mana kiritib oldim. Endi login degan tugmani bosib, hozir hisobimizga kirib olamiz. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi, mana XNEX brokerdan mana biz ilovamizni faollashtirib oldik. Ustiga bir marta bosib, misol uchun bemalol foydalanib ishlasangiz bo'ladi. Shunaqa tartibda do'stlar, mana bizda mana MetaTrader 5 ta ochildi. Endi bemalol misol uchun savdo qilib olsak bo'ladi. Endi keling, hozir sizlar bilan mana shu XNEX brokerga pul kiritish va pul chiqarish haqida ham qisqacha ma'lumot berib boraman. Do'stlar, endi hozir sizlar bilan XNEX brokerga qanday qilib pul kiritishda ko'rsatib o'taman. Qarang. Mana XNEX brokerga kirib oldik. Mana bu 3 ta nuqtaga ham bossak bo'ladi. Va bu yerda mana depozitni bosamiz va hozir sizlarga depozit kiritish haqida qisqacha bir ma'lumot beraman. Qarang. Bu yerda mana turli xil to'lov usullari bor. Xohlasak mana bank kartasi yoki Binance Pay yoki mana Bitcoin orqali USDT ERC mana USDT TRC bor. Misol uchun shuni ustiga bir marta bosamiz. Qarang. Bosgan paytimiz bu yerda bizdan misol uchun mana verifikatsiya so'rayapti. Mana verifikatsiya profili ustiga bir marta bosamiz. Buni bosganimizdan nima chiqadi? Buni bosamiz. Qarang, bosganimizdan so'ng bu yerda mana biz o'zimizda yashash joyimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Mana hozir yashash joyini tasdiqlash kerak bo'ladi. Buni qanday olishda ham ko'rsatib o'taman. Buni my.go
saytidan o'zimizda xizmatlar degan bo'lmaga kirib olib, yashash haqidagi ma'lumotimizni olib, mana shu joyga yuklab, next degan tugmani bosib olishimiz kerak. Do'stlar, bu yerga mana my.go ro'yxatdan o'tishga bosasiz. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib olasiz. Mana my.go ga bosaman hozir va bosgan paytimiz bizda mana shunday tartib bo'ladi. Sizlar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib olasiz yoki agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, kirish tugmasini bosib, login parollar orqali kirib olamiz hozir. Do'stlar, mana hozir my.go ga kirib oldim va qarang, bu yerdan biz mana ma'lumotnomalar degan bo'limga bosamiz va bosgan paytimiz qarang. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ikkinchisidan mana doimiy yashash bo'yicha ma'lumot deyapti. Mana shuni ustiga bir marta bosib, o'zimizni doimiy yashash bo'yicha ma'lumotimizni yuklab olib, kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, mana hozir ma'lumotlarni kiritib oldim. Endi next degan tugmani bosib olamiz. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda kiritib olsangiz bo'ladi. Qarang. Endi bu yerda mana bizda aytib o'tyaptiki, ma'lumotimizni kiritib bo'lgandan so'ng bu yerda bu jarayon 3 minutdan 7 minutgacha davom etadi. Do'stlar, endi keling, hozir sizlarga pul chiqarishni ham ko'rsatib o'taman. Pul chiqarib olishimiz uchun olib tashlash bo'limi bor. Olib tashlash bo'limiga bosamiz va bosgandan so'ng bu yerda mana pul chiqarib olish uchun mana bu yerda mana USDT Teza orqali pul chiqarib olsak bo'ladi ekan. Mana bu yerda mana 10 dollardan mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham katta miqdor, ya'ni 10 million dollargacha 10 million dollargacha chiqarib olsak bo'ladi ekan. Binance Pay'ga 10 dollardan mana 20 ming dollargacha. Mana 30 minutgacha cho'ziladi ekan, bu 15 minutgacha. Do'stlar, bu XNext brokeri juda ham tez, shuning uchun mana shu brokerdan ro'yxatdan o'tib ishlashni tavsiya beraman. Xuddi shunaqa tartibda pullarni ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Endi misol uchun bemalol hisobingiz tasdiqlangandan so'ng pul kiritib, bemalol savdo qilib borsangiz bo'ladi. Qolgan brokerlarda ham havolasini men videoda qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib savdo qilib borsangiz bo'ladi. Barchaga omad.